Bu kitoblarni o'qigan qizlardan qo'rqish kerak. Birinchisi hokimiyatning 48 qonuni. Bu kitobni o'qishdan oldin men buni infotsiganstvo deb o'ylardim, lekin o'qib chiqqanimdan keyin tushundimki, u o'zini haypiga arziydi. Manipulyatsiya, psixologiya, menejment, o'ziga bo'lgan ishonch, boshqalarni o'ziga ishontirish hammasi shu yerda. Ikkinchisi jinoyat va jazo. Bu kitobni o'qish hammaga emas, kibrdan aytmayman, shunchaki bu kitobni o'qish uchun asabiylar po'latdan bo'lish kerak. Bu kitobni o'qish shunaqangi azob sujet, shunaqangi og'ir depressiyaga olib kiradigan, oxirigacha o'qishga hammani ham kuchi va sabri yetmaydi. Uchinchisi Nitsheni Lyubboy kitobi. Chunki uning ideyalari va falsafasi bizanikidan juda ham katta farq qiladi. U o'zini Zardusht asarida Xudo olgan bla 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 deydi va ko'pchilik Nitsheni shu uchun ham yomon ko'radi. Lekin Nitsheni o'qish bu uni falsafasini qabul qilish emas, balki boshqalarning prizmasidan hayotga qarab ko'rish. Yagona Albert Camus va Franz Kafka evrilish. Bu kitoblarni birlashtiruvchi narsa bu absurdizm falsafasi. Bu kitoblarni ham boshlash oson, lekin oxirigacha tugatish hammaga ham emas. Bu kitobni sizlar mutolaada o'qisanglar va audio knigasini eshitsanglar bo'ladi. Mutolaani bepul va premium versiyasi ham